Navbatdagi attestatsiya spesifikatsiyasi asosidagi tenglamalarga oid bo'lgan mini testimizning ikkinchi qismi. Ya'ni aynan bahorgi attestatsiyaga tayyorlanish uchun. Demak, birinchi misolimiz 1 taqsim x kvadrat minus 3x plus 2 qo'shilgan 2 taqsim x kvadrat minus 3x plus 3 4x plus 3 va hokazo 99 taqsim x kvadrat minus 1/1 x plus 100 barobar 1 taqsim x minus 1 plus 1 taqsim x minus 2 va hokazo 1 taqsim x minus 100 qo'shilgan bir tenglamani beribdi. Xo'p, ustozlar qaranglar. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun har bitta kasrni ikkita kasrga ajrataman. Ya'ni ikkita kasrning ayirmasi ko'rishni yozaman. Birinchi kasrimizni 1 taqsim x minus 1 ayrilgan 1 taqsim x, ya'ni x minus 2 x minus 1 ko'rishni yozaman. Ikkinchi kasrim bo'ladigan bo'lsa 1 taqsim x minus 3 1 taqsim x minus 1 ko'rishni yozaman. Va hokazo oxirgi kasrimni 1 taqsim x minus 100 ayrilgan 1 taqsim x minus 1 ko'rishni yozamiz. Demak, barobar 1 taqsim x minus 1, hop 1 taqsim x minus 2, hop plus va hokazo 1 taqsim x minus 100 qo'shilgan 1 bo'ldi. Demak, nima bo'ldi? 1 taqsim x minus 2 bilan 1 taqsim x minus 2 qisqarib ketdi. Va hokazo hammasi qisqarib ketadi-da. Mana 1 taqsim x minus 100 bilan 1 taqsim x minus 100 qisqaradi. Va bizda nimalar qoldi? Minus 1 taqsim x minus 1lar qoldi. Va barobardan keyin 1 taqsim x minus 1 qo'shilgan 1 qoldi. Endi buni ham bu tomonga o'tkazadigan bo'lsak, ustozlar qaranglar. Birinchi tomonda 99 ta minus 1 taqsim x minus 1 bor. Nega aynan 100 ta emas? Chunki sababi qarang, mana bu yerda 1, 2, 3, 99 dan tugayapti o'zi. Demak, minus 99 kere 1 taqsim x minus 1 teng bo'lyapti 1 taqsim x minus 1 qo'shilgan 1 bo'lib qoldi. Buni ham bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsam, minus 100 taqsim x minus 1 teng bo'lib qoldi 1 ga. Proporsiya qilib olsak, demak x minus 1 barobar minus 100 va x barobar minus 99 degan javob kelib chiqdi. Va bu javob C javobda. Ikkinchi misolimizga qarang. Tenglama ildizlari ko'paytmasini toping deyapti. Xo'p, endi qarang, tenglama ildizlar ko'paytmasi bo'lishi uchun demak, mana bu x kvadrat sonimiz 1 kvadratga teng bo'lishi kerak. X minus 2 ning kvadrati nimaga teng bo'lishi kerak? 2 ning kvadratga to'g'ri kelishga shunaqa holatda ketma-ketlik berilgan. Xo'p, endi qarang ustoz, bunaqa paytda nima qilamiz? Xo'p, bu paytda teskari holatda qarashimiz kerak. Ya'ni qanday tarzda? Demak, birinchisi aytadigan bo'lsak, demak x minus 100 ning kvadrati nima bo'lishi kerak? 1 ning kvadratiga to'g'ri kelishi kerak. Ya'ni x minus 100 ning kvadrati, x minus 100 ning kvadrati teng bo'lishi kerak 1 ning kvadratiga. Demak, bundan kelib chiqadiki, x minus 100 ning kvadrati, ya'ni x minus 100 teng bo'lishi kerak nimaga? 1 ga. Va bundan x barobar 101 degan javob kelib chiqadi. Yoki bo'lmasam nima bo'lishi kerak? Mana bu. Hop, x minus 100 teng bo'lishi kerak, 100 ning kvadrati teng bo'lishi kerak. Hop, nimaga? Yana oddiygina minus 1 ga tenglashtirsak ham bo'ladi-yu. Hop, yoki bo'lmasam nima qilsak bo'ladi? Hop, x ning o'rniga minus 1 qo'ysak bo'ladi. Minus 1 qo'yadigan bo'lsak ham shu tenglik nima bo'ladi? Qanoatlantiradi. Ya'ni agar men hozir x ning o'rniga minus 1 qo'yadigan bo'lsam, nima bo'ladi bu yoqda bizda endi bu? Hop, minus 1 minus 100 ning kvadrati bo'ladi. Bu bo'ladigan bo'lsa bizda nima beradi? 101 ning kvadratiga teng bo'lib qoladi. Va bizda tenglamamizning javobi 101 bilan minus 1 degan javob bo'ldi. Va ularning ko'paytmasi minus 101 ni beradi. Ya'ni buni o'ylab qaraydigan bo'lsak, xullas bu tenglama o'rniga qo'yish usuli bilan deyarli ishlanadi. O'rniga qo'yish usuli bilan ishlasak ham bo'ladi. Shu jumladan kelib chiqarsak bo'ladi xullas.
Xo'p, demak, keyingi uchinchi misol. Demak, x kvadrat minus 9 ning kvadrati qo'shilgan x kvadrat plus 3x minus 10 ning kvadrati barobar ekan 2x kvadrat plus 3x minus 19 ning kvadrati ekan. Xo'p, bundan kelib chiqadiki, ustoz e'tibor bo'ling. Mana misol shartni ko'chirib beraman sizga. X kvadrat minus 9 ning kvadrati qo'shilgan x kvadrat plus 3x minus 10 ning kvadrati teng bo'ldi 2x kvadrat minus 3 plus 3x minus 19 ni kvadratiga. E'tibor bersangiz, ustoz mana bunga e'tibor beradigan bo'lsangiz, a ning kvadrati qo'shilgan b ning kvadrati a qo'shilgan b ning kvadratiga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bu degani x kvadrat minus 9 ga x kvadrat minus 3x minus 10 ni qo'shadigan bo'lsam, bizda 2x kvadrat plus 3x minus 19 hosil bo'ladi. Keling, ikkinchi tomondagi kvadratni ochib oladigan bo'lsam, a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat bu ikkilasi qisqarib ketadi va menda ab teng 0 degan javob kelib chiqadi. Ya'ni bu degani x kvadrat minus 9 kere x kvadrat minus 3x minus 10 ko'paytma 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni bu degani x minus 3x plus 3 ko'paytirgan x kvadrat, ya'ni buni ham ko'paytiruvchi ajratib yuborsam, x plus 5 u x minus 2 bo'lgan ko'paytiruvchiga ajraladi. Va bundan x teng 3, x teng minus 3, x teng minus 5 va x barobar 2 degan javoblar kelib chiqadi. Bizdan tenglama illat yig'intisini so'ragan. Demak, 3 qo'shilgan minus 3 qo'shilgan minus 5 qo'shilgan 2 qisqarib ketadi. Demak, javobimiz minus 3 degan javob kelib chiqdi. Va bu javob B javobda. To'rtinchi misol. Xo'p, demak, qarang. X kub minus 9x kvadrat minus 11x x tushib qolibdi, minus 1 barobar 0. Tenglama ildizlari x1, x2, x3 bo'lsa va a ildiz ostida x1 plus ildiz ostida x2 plus ildiz ostida x3 bo'lsa, bizdan quyidagi tenglik nimaga teng bo'ladi degan, ya'ni bu ham nimaga teng bo'ladi? S ga emas, a ga bo'ladi. Ya'ni pechatda xatolik ketib qolgan. Demak, ustoz qarang. V teoremasiga ko'ra x1 qo'shilgan x2 qo'shilgan x3 imiz bu minus 9, ya'ni 9 ga teng bo'ladi. Xo'p, x1 kere x2 plus x1 kere x3 plus x2 kere x3 bo'lsa, bu 11 ga teng bo'ladi. x1 kere x2 kere x3 imiz bo'lsa, bu 1 ga teng bo'ladi. V teoremasiga ko'ra. Xo'p, endi keling a ning ikkala tomoniga kvadrat berib yuboraman. Ya'ni a ning kvadrati teng bo'ldi ildiz ostida x1, ildiz ostida x2 va ildiz ostida x3 ning kvadratiga. A ning kvadrati x1 qo'shilgan x2 qo'shilgan x3 qo'shilgan 2 kere ildiz ostida x1 kere x3. Xo'p, ildiz osti x1 kere x2, ya'ni 2 kere plus 2 kere ildiz ostida x2 kere x3 bo'ldi. Xo'p, demak mana bu ifodamizning qiymati 9 ga teng. 9 ni bu yoqqa o'tkazib yuboraman, ya'ni 2 ni ham olib chiqaman. 2 ildiz ostida x1 kere x3, ildiz ostida x1 kere x2. Xo'p, umumiy ko'paytmada va ildiz ostida x2 kere x3 teng bo'lib qoldi. Bu a kvadrat minus 9 ga. Xo'p, 2 ni ham bu yoqqa bo'lishib o'tkazib yuborsam, x1 kere x3, ildiz ostida x1 kere x2 plus ildiz ostida x2 kere x3 teng bo'lib qoldi a kvadrat minus 9 taqsim 2 ga. A ikkala tomoniga yana kvadrat berib yuboraman. Agar ikkala tomoniga yana kvadrat berib yuboradigan bo'lsam, qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Diqqat bilan e'tiborli bo'ling. Xo'p, x1 kere x2, x1 kere x3. Xo'p, x1 2 kere x3, 2 kere. Xo'sh, ildiz ostida x1 kere x2 kere x3 kere x2. Xo'p, ildiz ostida x1 kere x2 kere x3 kere x1 plus ildiz ostida xo'p x1 kere x2 kere x3 kere x3 teng bo'lib qoldi a4 minus 18 a ni kvadrati plus 81 taqsim 4 bo'lib qoldi.
Xo'p, endi qarang ustoz. X1 kere x2, x1 kere x3, x2 kere x3 bu bizada hop, V teoremasiga ko'ra 11 ga teng ekan. 11 plus 2 kere ustozlar qarang. Hammasidan ildiz ostida x1 kere x2 kere x3 ni olib chiqadigan bo'lsam, bu nima hosil bo'ladi bizada? 1 degan javob kelib chiqadi. Ya'ni bunday bo'lib qoladi. 2 kere 1 va ildiz ostida x1, ildiz ostida x2 qo'shilgan ildiz ostida x3 teng bo'lib qoldi. A4 minus 18a ni kvadrati hop plus 81 taqsim hop 4 bo'lib qoldi. Hop, mana bu ifoda nimaga teng edi? A ga teng edi. Demak, o'z-o'zidan kelib chiqadiki, 44 plus 4 ko'paytiryapman, 8a teng bo'lib qoldi A4 minus 18a ni kvadrati plus 81 ga. Xo'p, bundan kelib chiqadigan holat, bundan keyin mana shu yerda bizda endi xo'p 81 ni bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, A4 minus 18a kvadrat minus 8a imiz teng bo'lib qoldi minus 37 ga. Demak, bizdan so'raladigan narsa aynan buni so'ramagan endi. Demak, bu yerda xatolik ketib qolgan. Mana bu yerda bizda 1 bo'lishi kerak edi va shu bilan javoblardagi xatolik ham bo'ladi. Demak, 19-chi, ya'ni 4-misolimiz javobi quyidagidek ko'rinishda bo'lar ekan. Yaxshi, 5-misolda qarang endi. 5-misolda berilgan tenglamani ildizlar yig'indisini so'rar ekan. Keling ustoz. Tepadan 2 ni olib chiqadigan bo'lsam, 2x kvadrat minus 5x qo'shilgan 9 bo'lib qoladi. Mahrajda bo'lsa, demak kelib chiqadiki 2x kvadrat minus 5x plus 4. Yuqorida 2x kvadrat plus 5x plus 1, tegidan 3 ni olib chiqadigan bo'lsam, 2x kvadrat minus 5x plus 8 barobar 2 ko'rinishda bo'ldi. 2x kvadrat 5x ni kichkina a deb belgilab olaman. 2a qo'shilgan 9 taqsim a plus 4. Xo'p, a plus 1 taqsim 3a plus 8 teng 2 taqsim 1 bo'lib qoldi. Demak, bunga 3a plus 8 mahraj beramiz. Bunga bo'lsa a plus 4 mahraj beramiz. 6a kvadrat minus 16a 27a plus 72 a kvadrat plus 4a plus 4 bo'lib qoldi. Mahrajda bo'ladigan bo'lsa, xo'p, qanaqa ko'rinishda bo'lib qoladi? Sразу ko'paytiraveramiz. 3a kvadrat hop plus 8a plus 12a plus 32 barobar 2 taqsim 1 bo'lib qoldi. Proporsiya qo'raman, ya'ni tepani soddalashtirsam 7a kvadrat bo'ldi. Xo'p, 20, xo'p, 47, 48a bo'lib qoldi. Keyin 72 plus 4, 76 bo'lib qoldi. 2 ni ko'paytirsak 6a kvadrat minus hop 20a 40a bo'lib qoldi, 64 bo'lib qoldi. Hammasini o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, a kvadrat plus 8a plus 12 degan yechim kelib chiqdi. Ya'ni bu bizada a plus 6 bilan a plus 2 bo'lgan ko'paytuvchiga ajraldi. Va a teng minus 6 ligi va a teng minus 2 degan javob kelib chiqdi. Xo'p, biz nimani a deb olgan edik? Demak, biz xo'p 2x kvadrat plus 5x ni a deb olgandik. U bir marta minus 6 ga 2x kvadrat plus 5x teng minus 2 ga. Xo'p, 6 ni birinchi tomonga o'tkazsak 2x kvadrat minus 5x plus 6 teng 0. Diskriminant manfiy bo'lganligi uchun bo'sh to'plam 2x kvadrat minus 5x plus 2 barobar 0. 2 ga bo'lib yuborsam x kvadrat plus 2,5x plus 1 teng 0 degan javob kelib chiqdi. Bizdan tenglama ildizlar yig'ini so'ralgani uchun x1 qo'shilgan x2 bu minus p ga, ya'ni minus 2,5 ga teng bo'lib qoladi. Va bu javob S javobda. Demak, 5-misolimiz javob S chiqdi. Xo'p, agar sizga shunaqa tipdagi misollar qiziq va foydali bo'layotgan bo'lsa, postlarimizga reaksiya qoldiring. Bu bizniki ishlash uchun yanada motivatsiya bo'ladi va metod birlashma guruhlariga, tanish matematiklarga jo'natib qo'ying. Ular ham bizning kanalimizga obuna bo'lib, kerakli bilimlarni o'zlariga olib olishsin. Xo'p, demak, keyingi test Xudo xohlasa ertaga tashladi. Omon bo'lamiz.